Obunachilarimiz orasida o'zingizda mavjud bo'lgan planshetlarni bizga taqdim qiling degan savollar juda ko'p kelgan. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu planshetlarning bitta video obzorini qilamiz. Bizda bor planshetlarimiz iPadlardan bor, Xiaomi Padlardan bor, Redmi Padlardan bor, Samsunglardan bor. Hozir mana shularning hammasining bitta holati va narxlari bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun esa siz videomiz oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Albatta siz videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga kichik bo'lsa-da motivatsiya bo'ladi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Birinchi bo'lib iPadlarimizdan boshlaymiz. Bu iPadimiz hozir kunda trendga aylangan budjetli iPad hisoblanadi. iPad 11 A16 Bionic chip bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni yozib qo'yganmiz. Xotirasi 128 GB, batareya yo'mkusi 100% hali tushmagan, 77 marta zaryad qilingan ekan, 77 sikl holatini ko'rsatadigan bo'lsam, почти yangiday korobka dokumentlari ham mavjud. Ushbu apparatimizni PUBG uchun 60 FPS bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda ushbu iPadimizning narxi $275 sotilyapti. Ikkinchisi ham xuddi shu iPaddan, faqat buni sikli ko'proq, ya'ni 80 ta. Batareya yo'mkusi ham 99% ga tushib qolgan. Buni ham albatta korobka dokumentlari bor, hech qanday nuqsonlari yo'q. Holati ideal holat saqlanib qolgan. Ushbu apparatimizning narxi nargisiga qaraganda $5 arzonroq. Navbatdagi modellarimiz Mi Pad 5 va Mi Pad 6. Bu planshetlarimiz PUBG'da bemalol 120 FPS ishlab bera oladi. Mi Pad 6 degan modelimiz, Mi Pad 5 modeli esa PUBG'da 60 FPS ishlab bera oladi. Ko'rishingiz mumkin, holat ideal holatda saqlanib qolgan ekan, hech qanday nuqsonlari yo'q, ishonchli garantiyali albatta. Mi Pad 5imizga keladigan bo'lsak, xotirasi 8 ga 256 GB, korobka dokumentlari bor, hech qanday nuqsonlari yo'q, Wi-Fi da ishlaydi, PUBG'da bemalol 60 FPS ishlatishingiz mumkin. Ushbu apparatimizning narxi $155 ga qilib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqa olasizlar. Mi Pad 6imiz esa 8 ga 128 GB xotiraga ega, holatlari vash cho'tki holatda, hech qanday nuqsonlari yo'q. Narxi $210 ga beriladi. PUBG'da 120 FPS ishlashiga garantiyasi bilan qilib beramiz. Mi Padlarimizni davom ettiramiz. Bu esa undan keyin chiqqan modeli Mi Pad 7 hisoblanadi. Holati biroz achinarli. Mana shu yer egilib qolgan ekan, mana bu udargan joylari bor ekan. Shu sababdan bu planshetimiz arzonroqqa berib yuboriladi. O'yin uchun albatta 120 FPS da bemalol ishlatishingiz mumkin. Shu planshetimizning narxi $205 qilib belgilab qo'ydik. PUBG'da bemalol 120 FPS da ishlab bera oladi. Xotirasi 128 GB ga ega. Mana shu chetlari biroz urinib qolganligi sababli arzon qilib berib yuborilyapti. Menimcha videoda to'liq ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Odatda bu planshetlarimiz yaxshilari 250-280 gacha sotiladi. Bizning qo'limizdagi esa $205. Mana shu holatga ega bo'lganligi sababli arzon qilib qo'yilgan. Lekin o'yin uchun ishlatib qo'yishga arziydigan apparat hisoblanadi. Undan keyin esa Redmi Pad Pro 2 deb nomlanadi. Bu unchalik gaming apparat hisoblanmaydi, lekin kundalik hayotda ishlatish uchun moshni apparat hisoblanadi. Sababi batareyalari juda ham uzoq vaqt yetishiga bilan mashhurga aylandi. Xotirasi 8 ga 256 GB, korobka dokument, o'zini zaryadliklari va bonuslariga chexol bilan bor turibdi. Barchasini sizga taqdim qilamiz, olib qo'ymaymiz. Holati yangiday. Korobkadan shunday olsangiz, yangisi qanday bo'lsa, xuddi shu holatda saqlanib qolgan ekan, hech qanday nuqsonlari yo'q. Albatta bu ham Wi-Fi da ishlaydi, sim karta o'qimaydi. Narxiga keladigan bo'lsa, $199 qilib belgilab qo'ydik. Qiziq bo'lsa aloqa chiqaringlar. Albatta sizlarga BTS pochtasi orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Yana ham budjetli modelimizdan ko'rsatadigan bo'lsak, Redmi Pad'ni o'zi 128 GB xotiraga ega bo'ladi. Operating sistemi 4 bo'ladi, korobkalar bor. Do'konimizda $125 ga narx belgilab qo'yganmiz. Mana shu kanalimizda obuna bo'lib, mana shu videoni ko'rayotgan obunachilar uchun ushbu apparatimizni $115 ga qilib bera olamiz. Korobkalari bor, hech qanday nuqsonlari yo'q, Wi-Fi podдержка qiladi. Qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqsangiz bo'ladi. Va so'nggi bo'lib ko'rsatadiganimiz Samsungdan Tab S9 Plus deb nomlangan model, flagman apparat hisoblanadi. Ruchkalari ham bor, o'z bilan bog'liq, chexollarini ham qo'shib beramiz. Xotirasi 12 ga 256 GB. O'yin uchun ishlatsangiz bo'ladi albatta. PUBG'da bemalol 120 FPS da ishlab bera oladi. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Aytgancha sim karta o'qiydi. Bitta sim kartasini emaykasini ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Ishlashga tayyor, xullas mazza qilib sotib olib, o'yinga ham kundalik hayotda ishlatsangiz bo'ladi. PUBG'da 120 FPS da ishlashligini biz o'zimiz PUBG yuklab ko'rib, test qilib ko'rganmiz, shundan bilamiz. Shu sababdan bemalol sizga garantiyasi bilan qilib bera olamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, $390 ga qilib beriladi.
Ushbu planshetlardan qaysi biri sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Siz boshqa viloyatdan turib zakaz bermoqchi bo'lsangiz, sizga BTS pochtasi orqali chiqarib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana shu quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki shu nomerdagi Telegram orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni, batafsil ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.